Xitoy masalalari bo'yicha tonilgan oliy tadqiqotchisi doktor Adrian Zenz ishg'ol qilingan Sharq Turkistondagi Uyg'urlarning majburiy emgaki to'g'risida yangi doklad tayyorladi. Adrian Zenz tarafidan e'lon qilingan jinoiy ishlar emgakida yangilik yaratish, qayta tarbiyalash, majburiyat emgaki va Uyg'ur avtonom rayonidagi majburlash xarakterli ijtimoiy birlashish nomli dokladda Xitoy Kompartiyasining majburiy emgak va qayta tarbiyalash usuli va rayondagi Uyg'ur nüfusini kontrol qilish va assimilyatsiya qilishda qo'llanilgan usullarning o'zgarishi tahlil qilingan. Dokladda Xitoyning Sharq Turkistondagi kasbiy mahorat ma'rif va tarbiyalash markazini o'z ichiga olgan qayta tarbiyalash va majburiyat emgakiga tutgan pozitsiyasi gavdalantirildi. Dokladda ilgirki dokladlardan farqli holda bu lagerlarda atalmış tarbiyalangan kishilarning turma va boshqa xizmatlarga tadrijiy yo'tkildiganligi o'tirg'a qo'yilgan. Bu xil usul Xitoy Kompartiyasining Uyg'ur va boshqa turk millatlarini Beijingning ijtimoiy qurilmasiga singdirish va majburiy assimilyatsiya qilish nishoniga xizmat qilib, iqtisodning sijilligini muhim omil sifatida ta'kidlaydi. Dünya Uyg'ur qurultiyi bayonot e'lon qilib, 12 oktyabr kuni Xitoy ziyoratini boshlagan Yevropa Ittifoqining tashqi ishlar va xavfsizlik oliy komissari Josep Borrellning Xitoy ziyoratida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi va majburiy emgak masalasini o'tirg'a qo'yishni talab qilgan. Bayonotda qayd qilishicha, oliy komissar Josep Borrellning ziyorati uning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida so'zlash va Xitoy hukumatining Uyg'urlarga yurgizib kelayotgan davlat homiyligidagi majburiy emgak masalasini o'tirg'a qo'yishning oshkoshiq fursati ekan. Josep Borrellning Xitoy ziyorati bu yil 4 va 7 oyda orqa-orqadan 2 qatim kechiktirilgan bo'lib, uning 12 oktyabr Shanxayga yetib kelganligi ma'lum. Amerika Davlat Majlisining bir komiteti 12 oktyabr doklad e'lon qilib, Amerikaning bir vaqtda Rossiya va Xitoyga qarshi ikki safda urush qilishga tayyorlik ko'rish kerakligini bildirgan. Amerika Davlat Majlisi Strategiyalik vaziyat komitetining 145 betlik dokladida qayd qilinishicha, shunga Amerika o'zining harbiy kuchini kengaytirishi, ittifoqdosh davlatlar bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishi, yadro qurollarini zamoniylashtirishi tezlatishi, Xitoy va Rossiya bilan bir vaqtda urush portlab qilishga tayyorlik qilish kerak ekan. Dokladda aytilishicha, Rossiya bilan Xitoyning yadro qurollar tahdidi 2027 yil bilan 2035 yil orasida texnik yig'ilishidi ekan. Turkiya Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Misr poytaxti Qohiradagi ziyorati jarayonida G'azzadagi eng yangi o'zgarishlarni muzokara qildi va ikki davlat hal qilish chorasining tinchlikning asosi ekanligini ta'kidladi. Misrlik mansabdoshining taklifiga binoan Qohirada 2 kunlik rasmiy ziyoratda bo'lgan Tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Misr prezidenti Sisi bilan ko'rishgan. Ministr Fidan Isroilning tinchligi arab davlatlari bilan emas, asosiy falastinliklar bilan birga bo'lishi kerak degan. Yana bir tarafdan Xitoy tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan Amerika davlat ishlar kotibi Antony Blinkenning tunugun telefonda suhbatlashganligi va Avstraliya bilan Falastin o'rtasidagi to'qnashuvga munosabatlik eng yangi taraqqiyotlarni muzokara qilganligi xabar qilindi. Amerika Shimoliy Koreyaning Rossiyaga ming yuk mashinasi harbiy aslaha va o'q-dori avatganligini o'tirg'a qo'ydi. Oqsaroy Davlat bexatarlik kengashining strategiyalik aloqa maslashtiruvchisi Jon Kerbi muxbirlarning kutilish yig'inida savollarga javob berib, Shimoliy Koreyaning yaqinqi bir necha hafta ichida Rossiyaga harbiy aslaha va o'q-dori avatganligini aytdi. Afg'onistonning Herat shahrida 6.3 bal yer tavridi. Oldingi haftada Heratda 6.3 bal yer tavrigan edi. Afg'oniston doiralari yer tavrashda qutqizish xizmatlarining davomlashayotganligini, qazo qilganlarning sonining 2 mingdan oshib, 10 mingdan ortiq odamning uy makonsiz qolganligini bildirgan edi.